oylik olgan kuni o'zgarib qoladigan bolalar bo'ladi bilasan. Bolalar oylik oldim, mana barmog'imni o'pib qo'yishaver, o'chirib olib ketguncha o'pib o'pishaver. 3 million so'm oylik oldim, kuniga 100 ming so'mdan to'g'ri keladi. 30 kun ishlaganman. Mendan boy odam. Instagramda pastga tashlab qo'y, istoriyamda boylarning hayot qanaqa bo'lishini ko'rib turishasanda, postga qo'ymaymiz unaqa narsa. Yarashmaydi bizga. Sen isming nima edi? Abdulloh. Bugundan boshlab Labubu deb chaqiraman seni. Hoppi. Men shunaqa zo'r kira so'p ko'rganman. Kira so'pkam karuchi tillarang ko'kda galichkasi bor deydi. U galichka emas, nakti belgisi. Sen gubernatormisan, yo ministrmisan? Nima meni gapimga gap qo'shyapsan? Indamay o'tir. Kira so'pkamda shunaqa ko'p rang bor, seni hayoting cho'rna belib qoladi uni oldi. Bo'ldi, gap qo'shma. 3 kundan keyin hojiso hayotga qaytadi, oddiy hayotga. Oshna, bir piyola qonimdan keching hali kuni jicha adashib ketibman. 100 ming so'm berib tura olasizmi deydi. 100 ming so'm? Sen 3 million oyliging bor. 3 million oyligini ko'tingga tiq. 100 ming so'mdan bo'lib tiqqin. Oshna kallam ishlamay qolibdi. Hamma gapim esingizda qolmagandir. Kallam hech ishlamay. Sen qanday kallam ishlaydi deb o'ylading sen? Sen umringda hech yo'q puzzle terganmisan, qiyinidan emas, ikkitaligidan bo'lsa